Bu Foley kateteri. Uni ishlash mexanizmi quyidagicha. Demak, undagi balon shishdi. Suvni mana shu sifondan yubordik va endi u chiqib ketmaydi. Balonni chiqarib olish uchun yana shu sifonga kiritamiz va shpris orqali suvni orqaga tortamiz. Va bo'shagan Foley kateteri bemalol osongina yana qaytib chiqadi. Mana. Buni menga nima keragi bor deysizmi? Hozir bilib olasiz. Bu kateterni turli maqsadlarda foydalaniladi. Ulardan biri siydik umuman chiqmay qolgan holatlarda ko'pincha yoshi katta otaxonlarimizda prostata adenoma hisobiga bu kateter vaqtinchalik qo'yib qo'yiladi. Lekin ba'zi otaxonlarimiz uyga ketgandan keyin bu kateter asablariga tegadi, yoqmaydi va uni chiqarib olmoqchi bo'lishadi. Va mana shu balonni shishgan holatda tortib chiqarib olgan holatlar ham bo'ladi. Bu esa juda ham yomon asoratlarga, uretra travmasiga, qonashga va yomon holatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun agar sizning uyingizda yoshi katta otaxonlar bo'lsa, bunday kateter qo'yilgan bo'lsa, uni ogohlantirishingiz kerak. Chunki shifokor aytgandan keyin ham ko'pincha otaxonlarning esdan chiqib qoladi. Endi siz favqulodda bu kateterni qanday qilib chiqarib olishni bilasiz. Yana ham foydali ma'lumotlarni o'tkazib bormaslik uchun bizning sahifamizga obuna bo'ling.